Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, biz navbatdagi ochiq muloqotimizni boshlaymiz. Demak, muloqot olib boruvchi matbuot markazi xodimi Azamat Zaripov bo'laman va ishtirokchilarni tanishtirishni boshlasak, Navoiy kompyuter kombinati aksiyadorlik jamiyati jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlariga oid ishlarni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'limi rahbari Shahriddin kompaniyasi xizmati shu'ba boshlig'i Azamat Azimich hamda kadrlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i Aborjon Asorovich hamda o'sha jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlariga oid bo'limi xodimasi Sarmur. Demak, har doimgidek ochiq muloqotni boshlashdan oldin biz kadrlar boshqarmasi mutaxassisiga yuzlanamiz va o'sha ishga kirish tartibi to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsalar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Aksariyat murojaatlar ishga qabul qilish, ya'ni ishga kirish to'g'risida bo'lganligi sababli jamiyatimizda ishga qabul qilish tartibini tushuntirib o'taman. Jamiyatning 2024-yil 2-yanvardagi 140-sonli buyrug'i asosida jamiyatga ishga qabul qilish tartibi belgilangan. Ya'ni ishga qabul qilish tartibi 5 bosqichdan iborat. mehnat.mgmk.uz sayti orqali jamiyatda bo'sh yerlarga e'lon berib boriladi. Bugungi kunda jamiyatning Shimoliy ko'm boshqarmasida yuriskonsult lavozimiga ochiq tanlov e'lon qilingan. Hujjatlar qabul qilish jarayonida davom etmoqda. Ishga qabul qilish jarayoni birinchi bosqichi nomzodlar tomonidan hujjatlar taqdim etiladi, ro'yxatdan o'tib hujjatlar taqdim etiladi. Keyingi bosqichlari komission tartibida hujjatlar o'rganiladi, tanlov bosqichlariga nomzodlar taklif etiladi hamda yakuniy bosqich tanlov natijalariga ko'ra tanlov o'rinlari aniqlanadi. Hamda mehnat qonunchiligiga asosan ishga qabul qilish jarayonlari boshlanadi. Shu nuqtai nazardan sizlardan iltimos qilib so'rardimki, tanlov jarayonlariga qanaqadir tushunmovchiliklar, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol savollarni berishlaringiz mumkin. Rahmat, Aborjon Asorovich. Demak, biz muloqotdan boshlashdan oldin ozgina tushuncha bermoqchiman. Mana ishtirokchilar ko'rinib turibdi va kimda fuqarolarda savol bo'lsa, o'sha qo'l ko'taradigan belgi bor, o'shani bossa, o'shanga qarab bizda operatorimiz ular beradilar, aloqaga chiqadilar. Demak, muloqotni boshlasak bo'ladi. Marhamat, fuqarolarda kimda savol bo'lsa, aytganimdek, o'sha stiker turibdi, qo'l ko'tarib, o'sha murojaat qilsa, qo'l ko'targan fuqaroni biz ochiq muloqotga ulaymiz. Demak, Navro'z Berdimurodov qo'l ko'tardilar. Siz aloqadasiz, marhamat. Navro'z Berdimurodov aloqadasiz, savolingizni berishingiz mumkin. Ulanmayaptimi? Navro'z Berdimurodov. Yana eslatib o'tmoqchiman, kim savol berishdan oldin o'zini birinchi albatta tanishtiradi va o'sha bizda qo'shimcha o'rganish uchun telefonlarni bersa yaxshi bo'ladi. Shahzod, marhamat, siz aloqadasiz. O'zingizni tanishtirib, Va alaykum assalom. Berdimurodov Navro'z. Berdimurodov Navro'z. Aha, Berdimurodov Navro'z Ahmadovli. Zarafshon shahar temir yo'lda. Gapiring, Navro'z gapiring. Navro'z Berdimurodov. Eshitilyaptimi? Yangi ishlayapmiz, gapiring. 2019-yil
dan boshlab 2024-yil may oyigacha Amantayda ishladim, zavodda elektrik bo'lib. Aha. Xo'sh, bir avtoavariya bo'lib qoldimda 2024-yil 23-may holatiga ko'ra oxirgi sudim bo'lib ichkariga kirib qolgan joyim bo'ldi. Avtoavariya bo'ldim, 2 yillik, короче, shunaqa vaziyat bo'ldi. 2025-yil avgust oyida chiqib keldim. Amantayga murojaat qildim, ishga olmadi. Hozir ham mana kecha aprel oyida ishga kirdim. Endi savolim shuki, staj vastonovat qilsak bo'ladimi, yo'qmi, shuni so'ramoqchiman. Telefon raqamingizni ayting, Navruz. 93lik. 612 612 49 42. Navruz, savolingiz tushunarli. O'sha hozir kunda siz jazmchilik kitish muassasasidan chiqib kelganligi, hamda axloq tuzatish ishlariga jalb etilganligi sababli axloq tuzatish ishlari yakuniga yetguniga qadar sizga o'sha oylik shartingizga to'lanadigan qo'shimcha ustama vaqtincha to'lanmaydi. Bu jamoat shartnomasi hamda Jinoyat kodeksi hamda o'zimizning ichki tartib-qoidalarimizni ham ko'rsatib o'tilgan narsa nizomimizda. Axloq tuzatish ishlari davrida to'lanmaydi. Navruz, siz axloq tuzatish ishlarini o'tyapsizmi hozir yo to'liq jazodan ozod etildingizmi? Axloq tuzatish ishlari noyabrda tugaydi. Noyabrda tugagandan keyin nadbonkalarsiz ketadi uka. Axloq tuzatish ishlari jazosini o'tayotgan paytingizda Jinoyatchilik kodeksiga asosan hamda ichki mehnat tartib-qoidalariga asosan sizga qo'shimcha ish staji bo'yicha boshqa qo'shimcha to'langan to'lovlar to'lanmaydi. Axloq tuzatish ishlari tugagandan keyin to'laydi. Axloq tuzatish ishlari tugagandan keyin staj vastonavotga yozsam tiklab beradi. Komissiyaga arz bilan murojaat qilasiz, ko'rib chiqadi komissiya. Faqat o'sha axloq tuzatish ishlari tugagandan keyin. Tushunarli. Rahmat. Tushunarli. Rahmat. Xo'p, yana kimda savollar bo'lsa marhamat, qo'lni ko'tarib belgi berish mumkin. Biz ochiq muloqotga ulaymiz. Xo'p. Marhamat, Shayx niki bilan muloqotga kirdingiz, savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Hay, deb aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Samarqanddan Nodirov Shoakbar bo'laman. Aha. Zarafshonga hakim topshiruvdi, o'shanga ancha o'tib ketdi. Nimasi imtihonlar o'tib ketdimi? Telefon qilmadi-da, o'shanga tablikchi deb. Nima qaysi kasbga? Aqrana yo'nalish bo'yicha. Harbiylashtirilgan qo'riqlash otradi qo'riqchisiga erta dushanba kuni parol qazilishi rejalashtirilgan qo'shimcha ravishda yana sizga axborot beriladi. Bu bo'yicha telefon raqamingizni qoldiring. Telefon raqamingizni qoldiring. 77lik. Aha. 77lik 100 Aytavering. 55 Aha. 02. Rahmat, tushunarli sizga. Aha, bo'ldi. Erta dushanba kunidan telefon nima qiladi? Keyingi haftaga endi rejalashtirilgan, erta dushanba kuni haftaning qaysi kuni o'tkazilishi to'g'risida sizga qo'shimcha axborot beriladi, telefon qilinadi. Ha, bo'ldi. Akajon, men imtihon bo'lgani yo'q-a? Yo'q, hali o'tkazilgani yo'q. Ha, shu o'tib ketdi deb ancha o'tib ketdi-da. Xo'p, rahmat sizlarga, charchamaysiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, yana kimda savollar bo'lsa marhamat, qo'lni ko'tarib berish mumkin. Baxtiyor. Marhamat, aloqadasiz. O'zingizni tanishtirib, telefon raqamingizni berib, savolingizni berishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanidan Abdurasulov Baxtiyor bo'laman. Shu yil 2026-yil Gornoy institutini bitirdim. Sirtqi bitirdim. Endi praktikaga olmoqchi bo'ldim ham, praktikaga ham biz sirtqilar bilan shartnomamiz yo'q debdi, kombinat upravleniyaga borgandim. Endi hozir ishga ko'rsam isham hozircha yo'q deyapti. Qayerda bo'sh ish o'rni bor? Baxtiyor savol chiqardi. Onlayn muloqot boshlanishida hozir aytib o'tdim. Hozirgi kunda bizda jamiyatni Shimoliy Ko'l boshqarmasi yuriskonsult lavozimida bo'sh ish berganligini ta'kidlab o'tdik. Ehtiyoj bo'lganda o'sha sayt orqali, ya'ni mehnat.mtn.uz sayt orqali bo'sh joylarga e'lon beramiz. Ehtiyojdan kelib chiqqan holda. U yerda topshirsam ariza ko'rib chiqilmayapti-da deyarli unchalik. Xuddi shunday. Barchaga shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, faqatgina bo'sh o'rniga ehtiyoj bo'lganda, e'lon berilganda ro'yxatdan o'tib, anketasini to'ldirib, otib qoldirsangizgina komissiyaga ko'rinadi. Mutaxassisligim tushunarli. Mutaxassisligim avtomatlashtirish va boshqarishda o'sha. So'qat bo'yicha ehtiyoj bo'lganda shu tanlovga e'lon beramiz. Xo'p. Mayli, rahmat. Demak, Sardor, marhamat, o'zi tanishtirib, savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'zi tanishtiring. Eshityapsizmi? Aloqa yaxshimi? Sardor, marhamat, o'zi tanishtiring. Feroz, marhamat, o'zi tanishtirib, savolingizni berishingiz mumkin. Va albatta tanishtirganda telefon raqamlaringizni ham taqdim etinglar. Feroz. Laziz Baxtiyorov. Laziz Baxtiyorov. Aloqa bo'lmayapti. Yo'q. Laziz Baxtiyorov. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Boshqa savol bo'lmadi. Bahodir. Bahodirning egasi, marhamat, o'zi tanishtirib, savolingizni berishingiz mumkin. Bahodir. Tekstni boshqa qo'ying. Suhrob Rahmonov. Suhrob Rahmonov, siz aloqadasiz. Suhrob Rahmonov. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Men 2005-yil Zarafshonda turaman. O'zim 2025-yil Uzneft gazda ishladim. Zarafshondagi, shu yangi Zarafshondagida
buxgalter bo'yicha ishladim. Ur yopilayotganligi sababli 1,5 yil ishladim. Уже 2 oy bo'libdi ishdan chiqqanimga. O'shanga borib Birinchi o'zi tanishdan telefonlaringizni taqdim eting, keyin savolingizni bersangiz yaxshi bo'lardi. Tushunarli. 94lik. Suhrob Rahmonovmi, to'g'rimi? To'g'ri. 94lik. 377 Hop. 61 Savolingizni bersangiz bo'ladi endi. Yozcha qisqaroq qilib. Men sayyor qabulga ham juda ko'p bordim. Telefon nomeri olib qoladilar, to'g'ri Telegram kanal beradilar, lekin hech kim telefon qilmaydi. Ish masalasi bo'yicha shu. Neft gaz mutaxassisigimi o'zi? Suhrob, savolingiz shunday iboratki, men tushunishim bo'yicha siz buxgalteriya sohasi bo'yicha tamomlagansiz, oliy ma'lumotli, shundaymi? Ishga murojaat qilmoqdasiz. To'g'ri. Buxgalter sohasiga, buxgalter vazifasiga, ya'ni kasbiga ish yurilmaganda faqatgina ehtiyojdan kelib chiqqan holda o'sha mehnat.mgmp sayti orqali e'lon beramiz. Bu sizni chaqiramiz degan narsa, bu bizda hamma narsa raqamlashtirilgan, o'z ro'yxatdan o'tib, hujjatlar faqatgina o'sha mehnat.mgmp sayti orqali topshirasiz. Shundagina kamchilik. Yo'q, tushundim, rahmat. Dokumentlarimni topshirib qo'yganman o'sha mehnat uziga hammasiga. Lekin uzr shu joyga bir aniqlik kiritib ketmoqchiman. 5 ish o'rni bo'lmaganda hujjat sayt qabul qilish mumkin, lekin hech qayerda ko'rilmaydi. Faqatgina o'sha 5 o'rin e'lon berilgandagina siz anketangizni to'ldirgan bo'lsangiz, o'tga qoldirsangiz, shu paytda komissiyaga ko'rinadi hujjatlaringiz. O'sha har bitta berilgan kasb yuzasidan malaka daromadlarini ro'yxatga chiqib, undan keyin hujjatlarni qo'shib maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Sababi o'sha she'rlar e'lon berilganda maqsadga muvofiq bo'lmaydigan holatlar juda ko'p. Ya'ni bu qo'shimcha vaqtni talab qiladi, komissiyani ishlashiga chaqirishga harakat qiladi. Shu uchun sizlardan bosib so'rardimki, malaka talablariga mos bo'lgandagina hujjatlaringizni o'sha topshirib, ortga qoldirishlaringizni bosib so'rardim. Xo'p, tushundim. Salomat bo'ling. Rahmat. Savob. Hop, Bobur, marhamat. O'zingizni tanishtirib, telefon raqamingizni taqdim etib, savolingizni berishingiz mumkin. Bobur. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Men Mamasaidov Bobur, Narpay tumanida yashayman. Savolim shundan iboratki, men o'zim GMZ4 zavodda ishlayman-da, operativ gidrometallurg bo'lib. Hozirgi kunda Jizzax Politexnika institutida texnologik mashinalar va jihozlar fakultetida ikkinchi kurs sirtqi talabasiman, ikkinchi kurs tugatdim. Savolim shundan iboratki, yaqinda qo'limda tug'ma nuqson orqali qo'lim kaf qismidan operatsiya bo'lib kesildi-da. Tug'ma bo'lgani uchun kaf qismidan kesildi. Hozir meni mutaxassisligim endi mexanik sohasi bo'ladi-ku. Shuning uchun mexanik bo'lganim uchun slitsirlik lavozimida kasbida ishlab malaka oshirishim kerak. Men qo'lim kesilganligi sababli hozir shu mutaxassis bo'yicha o'qisam bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, shuni so'ramoqchi edim-da sizlardan. O'rjon, ism familiyangiz, telefon raqamingizni qoldiring. Savolingiz tushunarli, men sizga javob beraman. Telefon raqamingizni taqdim eting. 94lik. 185 Hop, 1116. 1116, ha? Ha, 11. Familiyangiz nima edi Boburjon? Familiyangiz nima? Mamasaidov Bobur.
Bobur savol tushunarli. Siz aytmoqchi bo'lganingiz, o'sha sirtqi ta'lim yo'nalishi bo'yicha, o'qiyotgan yo'nalishingiz bo'yicha ta'minlovchilarga kasbiga o'qib, sizda ishlamoqchisiz, shunaqami? Shunday. O'sha korxonani, ya'ni o'sha zavodni ishlab chiqarishdan kelib chiqqan holda, ehtiyojdan kelib chiqqan holda bemalol siz o'qishingiz mumkin. O'zimizni, ya'ni Navoiy ko'rik ta'minotini o'quv markazlarida o'qib, malakani oshirib, ta'minlovchilarga kasbda ishlashingiz mumkin. Bu uchun faqatgina o'sha sizni sex yoki zavod rahbariyati tomonidan sizni o'qitish to'g'risida murojaat bilan chiqadi. Kadrlar bo'limi hamda kadrlar tayyorlash xizmati tomonidan o'qish tashkil etilib, sizni uchinchi kasbga o'tish imkoniyati bor. Siz rahbariyatga murojaat qilib, bo'lmasa Jamiyat boshqarmasini kadrlar bo'limi bo'lmasa ma'muriy kadrlar va ma'muriy masalalar bo'yicha direktor o'rinbosarlari bor. Shu kishiga qabrlarga yozib, bemalol murojaat qilib, o'qish imkoniyati mavjud. Xo'p, rahmat sizlarga. Charchamangizlar. Sog' bo'ling. Xo'p, yana kimda savol bo'lsa, marhamat. Asilbek Izomov, marhamat. Bizni eshityapsizmi? Asilbek Izomov. Asilbek. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar, tegimsizlar. Rahmat. O'zingizdan ashtirib telefoningiz raqam taqdim eting birinchi. Bu Bruniya sohasiga mani stajim bor, dokumentlarim bor. Hozirda mana bu O'zbek gidrogeologiyaga ishlab turibman. Bir 5 yil, 6 yilcha stajim bor. Men shu karyerga o'tmoqchi edim. Nimaga? Burg'ulash sohasiga. Mashinistlik ham qo'limdan keladi-da. Asilbek, ismingiz nima edi aka? Ismingiz Asilbek ekanmi? Asilbek Izomov, Asilbek aka. Telefoningizni taqdim eting, telefoningizni. 94lik. Xo'p. 94lik 742 4550. Asilbek aka, savol tushunarli. Burg'ulash qurilmasi mashinisti kasbida faoliyat yuritasiz, shunaqami? Nimada mashinist yordamchisi ham, mashinistlik ham endi keladi-da aka. Stajim bor, shu karyerga o'tmoqchi edim Bruniya sohasiga. Hozirgi kunda bizda burg'ulash qurilmasi mashinisti yoki uning yordamchisi kasbi bo'yicha ehtiyojimiz mavjud emas. Ehtiyoj bo'lganda biz o'sha mehnat.mk sayti orqali e'lon beramiz. Tanlovga qatnashishga egasiz, bemalol ro'yxatdan o'tib hujjatlaringizni taqdim etsangiz 5 yil e'lon qilinganda tanlovda qatnashishga ega bo'lasiz. Xo'p, aka, xo'p. Tanlov natijalariga ko'ra g'oliblik topilsangiz, undan keyin mehnat qonunchiligiga asosan ishga qabul qilish jarayonlari amalga oshiriladi. Endi qachonlarga bo'ladi aka bu vakansiyalar? Ko'rib turaman o'zim ham nimadan, saytdan. Lekin u o'nlakka may oyiga chiqqan ekan, undan keyin qaytib chiqmadi-da. Ehtiyoj bo'lganda chiqaramiz. U ishlab chiqarishdan kelib chiqqan holda. Kuzatib boring, hurmatli. Rahmat. Xo'p. Hammasi qo'lini ko'targan. Zuhriddin Toshev. Zuhriddin Toshev. Marhamat. Zuhriddin. Eshityapmiz ham. Zokirjon Qurolov. Marhamat. Zokirjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Marhamat. Meni ismim Zokirjon Qurolov.
Telefon nomerimni aytaymi? Ayting. 94lik 182 90 55. Savolingizni berishingiz mumkin. Men ish masalasi bo'yicha murojaat qilyapman-da. Xo'p. O'zim energetikman, elektrikman-da. Oliy ma'lumot. Stajim ham bor. Shunga ish bormi deb chiqayotgandim. Zokirjon aka, faqatgina bizda bo'sh ish yerlarida ishga qabul qilishda tanlov asosida amalga oshiriladi deb ta'kidlab o'tdik. Ya'ni bu bo'sh ish yerlari mehnat.mgmt.uz sayti orqali e'lon beriladi. Tanlov jarayonlari mana shu tartibda amalga oshiriladi. Boshlash tartibi bo'sh yerlarga beriladigan ehtiyoj birinchi navbatda, undan keyin nomzodlar tomonidan taqdim etiladigan hujjatga asosan bu boshlang'ich jarayonlar boshlanadi. Tushundim, unga lekin 2 yillardan buyon kuzatib boraman-da, shunga bo'sh ish o'rni chiqmayapti-da, shunga yo boshqa yo'nalishlarda bo'lyaptimi, shunga bir savol shu bo'yicha chiqayotdim-da. Doimiy elektrik yo'nalishi bo'yicha energetika sohasi bo'yicha bizda hozircha ehtiyojimiz mavjud emas. Mavjud bo'lganda xalqning ishi mehnat.mgmt.uz sayti orqali e'lon beramiz. Boshqa kasblarga mana yaqinda oxirgi 10 kunlikda harbiylashtirilgan qo'riqlash otryadi nazoratchisi kasb bo'yicha e'lon berildi. Bu yerda faqat fuqaroning pasporti hamda harbiy guvohnomasi talab etiladigan talab qo'yilganda, bemalol misol uchun boshqa yo'nalishga kirib, keyinchalik bu ish ko'rilganda o'tsangiz bo'ladi. Lekin hozirgi kunda energetika yo'nalishi bo'yicha bizda bo'sh ish yerlari mavjud emas. Ya'ni ehtiyoj mavjud emas. Aha, tushunardim. Sog' bo'ling, Farrujon. Zuhurdan toshib turibman. Mukammal, marhamat. Siz ochiq muloqotga olamiz. Mirkamol Temirov. Mirkamol Temirov, marhamat. Akmal, marhamat. Akmal. Sardor Zokirov, marhamat. Sardor Zokirov. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, marhamat. Navoiy viloyati Zarafshon shahrida Avminzon Amantay koni Shimoliy kon boshqarmasiga qarashli idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash otryadida nazoratchi bo'lib ish faoliyatimda olib boryapman. Sardor Zokirov, to'g'rimi? Shunday. Telefon raqamingizni bering. 93lik 823 88 87. Xo'p, savolingizni berishingiz mumkin. Men savolim shundan iboratki, singlim borda 96-yilda tug'ilgan Zokirova Madina. Laboratoriya sohasi bo'yicha uchebniy sentr, ya'ni shu o'zimizda uchebniy sentrda o'qigan Zarafshon shahrida. Kompyuter kolleji bo'yicha o'zimiz Zarafshon shahrida kompyuter sohasi bo'yicha bitirgan. 2 yildan beri mana shu mehnat.uz bor-ku, Navoiy kon metallurgiya kombinatini kanaliga dokumentlarni tashlayapti, hech qanaqa natija bo'lmayapti-da. Shuni sababini bilmoqchiman. Vaholanki boshqa taraflama laboratoriyalarga olinyapti.
Vaholanki kompyuter sistemasi bo'yicha o'sha kompyuter kollejda o'qib chiqqanda singlim. Hozir yolg'iz ona, o'sha boquvchisi yo'qda, to'g'ri ma'noda qiynalyapti yashash sharoiti bo'yicha. O'sha ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha savol bermoqchi edim. Tushunarli. Zardob, savolingiz tushunarli. Singlisizni ishga joylashtirish masalasi. Shunaqa, to'g'rimi? Shunaqa. mehnat.mtmk.uz sayti orqali singlisizni hozir siz aytadigan kompyuter yo'nalishi bo'yicha hech qanaqa e'lon berilgan yo'q deb aytolmaymiz. Sababi aniq sanasi esimda yo'q. 2 oylar oldin chamasi axborot kommunikatsiyalar boshqarmasiga ochiq e'lon, ya'ni tanlov e'lon qilindi. Hujjatlarni topshirsa, Leon tanlovda qatnashishga ega bo'ladi. Va ta'kidlagandek, bo'sh ish o'rni e'lon berilganda malaka talablaridan kelib chiqqan holda hujjat topshirilishlari iltimos so'raladi. Ya'ni o'sha aynan kompyuter sohasi bo'yicha tanlangan bo'lsa-da, bo'sh o'rinlarga e'lon beriladi. Yiliga kamida 2 marta, 3 marta e'lon berilib, tanlov o'tkaziladi. Doimiy kuzatib borish kerak bo'ladi. Sababi har bitta bo'sh o'rniga, ya'ni ehtiyojga kelib chiqib bo'sh o'rniga e'lon berilganda 10 kalendar kun davomida u saytda ko'rinish beradi. Ya'ni o'sha mehnat.mtmk.uz saytida fuqarolarga ko'rinib turadi. Ya'ni fuqarolar nomzodlar hujjatini topshirib olish uchun 10 kun turgandan keyin nomzodlar barchasi hujjatini topshirgandan keyin u to'g'ridan-to'g'ri arxivga o'tadi va komissiya o'z ishini boshlaydi. Bu doimiy ravishda turadi degani emas, ish yurdi. U arxivga o'tgandan keyin fuqarolarga bu saytda ish yurlar ko'rinmaydi. Doimiy ravishda nazorat kuzatib borsalar shu saytda bu ish yurlarga ehtiyoj bo'ladi sening sohasi bo'yicha. Tushundim. Aynan shu axborot kommunikatsiya texnologiyalari boshqarmasini Zarafshondagi filialda ham bu ish yurlarga ehtiyoj bo'lganda tanlov e'lon beriladi, chiqadi. Bo'lmasa boshqa ariza beraylik, yana o'sha mehnat.uzga. Siz yana tushunmadingiz. Men tushuntirishga harakat qilyapman. O'sha mehnat.mtmk.uz saytini kuzatib boring. Bu ish o'rni, ya'ni singiz mutaxassisligiga mos ish o'rni chiqqanda anketalarni to'ldirib, ro'yxatdan o'tib qo'ysalar, faqatgina o'sha bu ish o'rniga otlik bo'lsalar bo'ldi. Komissiyaga to'g'ridan-to'g'ri ko'rinadi. Ya'ni o'sha singizni anketa hujjatlaridan otlik bosilgandan keyin programma to'g'ridan-to'g'ri o'sha hujjatlarni yuklaydi. Komissiyaga ko'rinishi uchun. Hozir ro'yxatdan o'tib qo'yish kerak, anketani to'ldirib. Bu ish o'rni, ya'ni mutaxassislarga to'g'ri keladigan ish o'rni chiqqanda faqat kirib otlikni bosilsalar bo'ldi. Komissiyaga ko'rinadi. Ya'ni o'sha bu ish o'rniga nomzod sifatida hujjatlari ko'rinadi komissiyaga. Bo'ldi, tushundim. Bu ish o'rni bo'lsa, hujjat topshirganingiz bilan, anketa to'ldirganingizda uni hech qanaqa foydasi yo'q. Bo'ldi, tushundim. Ikkinchi savolim bersam bo'ladimi yo joyda bo'shatish kerak? Marhamat. Bering, savol bering. Ikkinchi savolim shundan iboratki, mana 15 yildan beri shu idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash otryadi ish faoliyatini olib boryapman. Haydovchilik guvohnomam bo'yicha perevod so'rab borganmiz, yo'q deyapti-da, perevod berilmaydi deyapti. Sababi men ketgandan keyin meni o'rnimga keladigan vakansiyani joyini to'ldirish kerak. Shunaqa deyishyapti-da, bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri yoki perevod masalasi bo'yicha kimga qanday maslahat olish uchun borish kerak? Haydovchilik guvohnomangiz bo'ladigan bo'lsa, 3 yil ish tajribasi talab etiladi. Jamiyatda shunaqa tartib qilinganki, barcha haydovchi kasbiga ishga qabul qilinadigan yoki o'tkaziladigan nomzodlar kamida 3 yil ish tajribasiga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Sizda ish tajriba bormi? 5 yil tajriba bor. 5 yil tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'sha Shimoliy Ko'l boshqarmasini direktorlariga yoki direktor o'rinbosarlariga qabullarga yozilib murojaat qiling. Bo'ldi, tushundim. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Xo'p, yana kimda savol bo'lsa?
Odil Isayev, marhamat. Odil Isayev, siz aloqaga ulandingiz. Odil Isayev. Yana oxirgi mana muloqot vaqt beramiz, akimga. Sharof Rashidov yozdi. Rashidov Sharof, marhamat. Sharof Rashidov, marhamat. Asliddin Ernazarov. Aloqadasiz. Asliddin Ernazarov. Feruz Bozorov, marhamat, siz bilasiz. Feruz Bozorov. Muhammad Boytemirov, Muhammad Boytemirov, marhamat. Muhammad aka. Tugatamiz. Marhamat, agar savol beruvchilar bo'lmasa, mana qariyb 1 soat davomida unga yaqin fuqaroni savolini eshitdik. Ishga kirish bo'yicha tushunchalar berildi. Agar fuqarolarda savol bo'lmasa, o'sha muloqotimizni yakunlaymiz. E'tiborlar uchun rahmat.